Endilikda siz Koreyaga kelishingizga hech qanday topik IELTS shart emas. Qanday qilib deysizmi? Albatta Telex viza orqali kelishingiz mumkin. Telex viza. Cha yorobun, Telex viza bu koreys tilini bilmaydiganlar yoki topik 1-2 gapi borlar uchun Koreyaning immigratsiyasi tomonidan beriladigan viza bo'ladi. Buning uchun sizdan talab qilinadigan yagona narsa yoshingiz bo'ladi. Yosh chegarasi esa 18 dan 23 yoshgacha bo'lishi kerak. Xarajatlarga keladigan bo'lsak, videoning tagiga yozib qoldirdim. Vizani olganingizdan so'ng Koreyaga borib, birinchi bo'lib koreys tilini o'rganib, topik sertifikatini olib, bakalavrga yoki kasbiy ta'limga topshirib, u yerni bitirib esa Y7 ishchi vizani olishingiz mumkin bo'ladi. Darsdan tashqari esa bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir Koreyaga ketishning eng tez va oson yo'li mana shu. Vizaning chiqish ehtimoli esa 90-100% bo'ladi. Ana endi bu videoni 18 dan 23 yoshgacha bo'lgan o'g'il qizlarga yuborib qo'yamiz. Endi siz ham til bilmasdan Koreyaga kelish imkoniyatiga egasiz. Bu Telex vizani esa faqatgina SF Consulting bilan olishingiz mumkin. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi nomerlarga yoki SF Consulting Telegram kanali orqali bog'lanishingiz mumkin. Koreyada ko'rishguncha, Kaja poja yorobun.